Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Qo'lpinoyda Albion navi haqida gaplashamiz. Albion navi shunaqa serhosil bo'ladi. Bular pishgandan keyin bularni uzib olsangiz, o'rniga yana boshqatdan o'rniga gullab meva solaveradi. Bularni olasiz, bular bo'ladi. Bularni uzib olganingizdan keyin yana gullaydi. Shunaqa mevasi ham katta yerdan teparoqda bo'ladi. Tishi bilan osilib boradi. Chirishi kamroq bo'ladi bunda, yerga tegmagani hisobiga. Albion qattiqroq, shirin, eksportbop qulupnay sortiga kiradi. Tavsiya qilamiz, mana shu sortdan ko'paytirsalaring. Ko'chatga bemalol murojaat qilaverasizlar.